qarshingizda turgan ushbu mashina Deepal S07 tarixda bunaqa narx arzon bo'lmagan. Ushbu mashina paytida 29-30 ming chempioni narxida sotilgan edi. Hozir esa faqatgina Zionga sotilyapti. Bilsalaring ushbu mashinani S07 25-yil 19 diskaligi. Hop, ichi oranjevый, rangi ham mokriy. Aynan mana shu mokriy rangi ko'pligidan, ya'ni qora rangi qimmatroq, aynan shu mokriy rangi juda ham chiroyli rang, ichi oranjevый. Hamma yog'i bor, abduf abagrev masajlari ham bor. Narxi 24300 bo'ldi akalar. Olib qoladigan payti ozgina qoldi. Narxini vash tushirib olgandan keyin sotilib ketdi. 2 oy 3 oy yotgan qora mashinalarimiz ham sotilib ketdi. Bundan ham qolgan bo'lsa 5-6 ta qoldi. Ulgurib qolinglar, sotuvi tezlashib ketdi mashinani. Keyin bu mashinani bu narxga hech qachon topolmaysizlar. Pastda raqam qoldirib qolaman. Qiziq bo'lsa, bemalol pastda raqamlarga aloqaga chiqaveringlar.